الشوق يبقى في اغترابي فقير في Kim bir kunda 100 marotaba aytsa, La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir desa, bu ulug' zikrning mukofotini eshiting. Alloh taolo unga 100 ta savob yozadi, 100 ta gunohini o'chiradi. 10 ta qulni ozod qilgan kishining savobini beradi. Bu zikrni o'sha kuni undan shaytonning rissolaridan himoya qiladigan qalqon bo'ladi. O'sha kuni hech kim undan afzalroq amal bilan kelmaydi. Faqatgina uning misli yoki undan ziyoda aytgan kishi mustasno. Yana bu zikrni ayting, so'ng Alloh taolodan istaganingizni so'rang. Agar uylanishni istasangiz, Allohdan sizga solih juft nasib etishini so'rang. Chunki shariat sizga halol nikohga ruxsat bergan. Shayx Ibn Taymiyo rahimahulloh shunday deydilar: Kim har kuni mana shu kalimani 100 marotaba aytib, Robbisining eshigini taqillasa, unga Allohning fazli va rahmat eshiklari ochilishiga loyiq bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu haqida shunday deydilar: Men va mendan oldingi barcha payg'ambarlarning aytgan eng afzal so'zi La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Allohdan o'zga haq iloh yo'q. U yolg'izdir, uning sherigi yo'q. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodirdir.